internetda hozir shu multfilmni ko'rib qoldim-da, nimagadir menga juda yoqib qoldi. Sizlar ham ko'ringlar. 100 yil davomida sendagi mehr shafqatli bo'lib qolishgan bo'lsa, sen ozodlikka chiqasan, bordi-yu menga o'xshab yovuzliklaricha qolishgan bo'lsa, unda men ozod bo'laman. Yaxshi. Kelishdik. Yo'qol bu yerda, yo'qol. Bu bizning daraxt, soyasi ham bizniki. Yo'qol ko'zimizdan. Birovning ovqatiga shirik bo'lmoqchimisan yo? Tavba. Xuddi o'zini uyda o'tirgandek yalpay bo'lganingcha yo'qol dema senga. Voy xudoyim. Odamlarga nima bo'lgan o'zi? Iloh Parvardigor, o'z panohingda asra. Oy, mitvoylar, bu yoqqa kelinglar. Yomg'irda shalaba bo'lib ketasizlar. Voy, nima qilyapsizlar? Hammamizga joy yetadi-ku. Bu nima qilganliklar o'zi? Odamlar. Odamlar. Xo'sh qalay? Sen yutding. Senga nima degan edim, ha? Tentak yaxshilikka hech qachon yaxshilik qaytmagan. Mana endi bitta yarimta o'z dushmaniga yaxshilik qilmagunicha shu hududda o'tiraverasan. Lekin bunga umid qilmay qo'ya qol, alvido. Voy, shunaqa ham jazirama bo'ladimi? Suv ichgimiz kelyapti. Voy bechoralar. Biroz sabr qilinglar. Hozir suv chiqarib beraman. Suv beringlar. Suv. Voy mitvoylar, ana suv ichinglar. Voy, haqiqatan ham suv. Suv. Juda ham mazza. Voy mazza. Aytgandim-ku, yaxshilik yovuzlikni yengadi deb. Men ozodman. Senlarga yaxshilik qiluvchilardan o'rgildim. Ko'ramiz qala, jo'jani kuzda sanaymiz. Rahmat senga rahmdil inson. To'xta. Biz ham sen bilan birga ketamiz. To'xta. Bizni ham birga olib ket. To'xta, qayoqqa ketyapsan? Ko'rdinglarmi? Yaxshi odam bo'laveraylik. Hammasini ko'rib turibdi. Salomat bo'linglar.